Nurafshon eski To'ytepaga kelganmiz. Umumiy maydoni 17 sotix, qurilish maydoni 9 sotix tashkil qiladigan ushbu xonadonni hozir sizlarga video obzor qilib beramiz. Oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlarni bilib olsanglar bo'ladi. Darvozaxondan kirib kelishimiz bilan bizlarni mana shunaqangi usti yopilgan navesli joylarimiz kutib oladi. Chap tomonda bitta yotoqxona qoldirib ketilgan, ichida o'zini sanuzillari bilan. O'ng tomonda bitta mehmonxona, uning yonida bo'lsa alohida oshxona ham tashab ketilgan. Asosiy binoyimizga keladigan bo'lsak, bu yoqda 3 ta xona joylashgan. Ichkariga kirganingizda to'g'rida bitta mehmonxona, uning yonida yotoqxona va narigi tomonda oshxonamiz joylashgan. Hovlini umumiy ko'rinishini ko'rib turibsizlar, o'rtoqlar. Bu uyimiz uy egalarining aynan o'zlari uchun qurilgan, shuning uchun ko'rishingiz mumkin, hamma narsaga alohida e'tibor bilan yondashilgan. Mana bu ko'rib turgan naveslarning tagiga o'tiradigan tapchalarni rejalashtirsanglar bo'ladi. Bu yoqda o'zini alohida basseynlari ham bor. Mana bu yoqda odatiy holatda bir nechta ustunlar tushishi kerak edi, lekin dizaynda buni yaxlit qilib bitta firmadan ishlab ketishgan, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu yerimiz uyimizning orqa tomonida joylashgan. Mana bu yoqda ko'rayotganingizdek, o'ziga alohida xot qoldirilgan, bemalol alohida darvoza qo'ysanglar bo'ladi. 8 sotix maydon. Bu yoqga yana bir nechta uy tushirsanglar ham bo'ladi. Ko'chalarni ko'rishingiz mumkin, asfalt bo'lgan, kerakli hamma kommunikatsiyalar o'tkazilgan, ya'ni gaz, svet, suvlardan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Yon atrofida bog'cha, maktab, kerakli hamma kommunikatsiyalar o'tkazilgan. Ana endi eng qiziq joyi o'rtoqlar, bu uyimizga 127 ming so'rashyapti. To'liqligicha bunaqa narx bilmadim, lekin men to'g'risi hayron qoldim. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz, tez murojaat qilasizlar. Sizlar bilan uy ko'rdik bo'ldi, bizdan uzoqlashmanglar.